Akalar bu realni nimani balon deb o'ylaysizlar bu? Belas Masaki XMG'ning eng katta samosolaridan biri. 213 tonna yukni olar ekanlar. Qani? Bu qarang. U xonadan mı yopti ishlari bor-ku, mana bu yo'li. Stupidsan qaranglar, kulakli bor qalinligini. Vashi gabi. Eng katta amortizator shu bo'lsa kerak akalar, bu qaranglar kattaligini. Voy, vo. Motor qaranglar, motor ham bir 1000 tadan ziyod ot kuchi akalar. Bu yerda xarakteristikkasini yozib qo'ygan. Ha, to'g'ri. Почти 1900 kilovat ekan. Adashmasam bu 2000 tadan ziyod ot kuchadi bo'lishi kerak. Shinalarning kattaligi qaranglar. Hali sizlar bilan buni chiqib ham obzor qilamiz hali. Bugun keldik, xudo xolasa ertalardan yana 3 kun obzor qilamiz texnikalarni. Bashi katta narsa ekan. Mana pagurchini qaranglar. XMG'ning pagurchiga. Bu ham 260 tonna ekan og'irligi. Bu menimcha kamida 20 kub bo'lsa kerak oldi. Voy, bu ustiga chiqquncha charchab qoladi shopraga. Tushguncha ikkinchi marta tushsa. Mana xarakteristikasini ham sizlarga ko'rib beraman. Zublarni qaranglar. Zub. Mana uch oyog'imcha bo'lib qoldi. Bu 11,5 kub ekan, kelar.